Barchaga assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar va menga obuna bo'lmagan kichik dasturchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan Sequelize ORM 7-darsimizni ko'rib chiqamiz. Bu darsimizda sal murakkabroq bo'ladi. Ochig'i juda ko'p narsalar sizlarni kutyapti. Tayyor turinglar, ochig'i ba'zida qiynalishinglar mumkin. Darsni tushunmay qolishinglar mumkin, chunki ko'p ma'lumot bor bu yerda hozir. Bizning maqsad ikkita tabel qilib turib, ya'ni bilasizlar SQL ikkita holat ishlaydi. Ya'ni birinchisi tablitsalar asosida ishlaganligi uchun biz ikkita tabel ochamiz va ikkita tabelni bir-biriga aloqani bog'lashni o'rganamiz. Misol uchun bizda userlar bor va post qo'yamiz, ya'ni user yozgan postlari. Bu narsa sizlar tushunishinglar uchun aytishim mumkin, uzun marketda bitta foydalanuvchi ro'yxatdan o'tadi va o'sha odam o'zini produktlarini qo'yib boradi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshaydi. Unda biz foraging key yordamida post jadvalini user bilan bog'laymiz, bog'lashni ko'ramiz. Includes orqali, ya'ni userni, ya'ni postlar bilan birga olishni ko'ramiz. Ya'ni nechta posti bo'lsa shuni olamiz. Userni alias orqali, ya'ni as deyiladi bu narsa qisqartirib, va instance orqali ishlatishni ham ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa darsni boshlaymiz. Keyin biz birinchi navbatda mana bu yerdan o'chirib tashlaymiz. Mana bularni kerak emas bo'ldi. Bilasizlar, tushunib oldinglar, ancha mendan ham yaxshi tushunib oldinglar. Mana bu ham bizga hozircha kerak emas. Bu ham kerak emas. Bo'ldi, hech qaysi kerak emas hozircha. Bizga moduldan yangi modul ochamiz va bu modulning nomini post desak, post.model.js desak bo'ladi. Va unda biz nimalar yaratib boramiz? Birinchi navbatda data type kerak bo'ladi bizga. Data type kerak bo'ladi. Type kerak bo'ladi. Types kerak bo'ladi va u teng bo'ladi Sequelize o'zidan. Keyingisi Sequelize o'zini olib kelib olamiz va undan keyin post define qilamiz va post ochamiz va undan keyin mana shu holatda. Endi e'tibor bering, bizda title bo'ladi, content bo'ladi. Content desiz bo'ladi. Nima xohlasangiz, men body berdim. Chunki sal udobniroq bo'ladi, tushunishingiz ham o'zingizga ham. Keyingi qatlamda esa bog'lanish maqsadida esa unga userning ID'sini beramiz. Endi bu user ID просто tak yozilyapti. Uni boshqa nom bilan bog'lasangiz ham, lekin ehtiyot bo'lasiz. Type integer sifatida bo'ladi va false qiymat qaytarish kerak. Mana shu holatni biz tuzib olamiz. Bo'ldi, o'sha boshqa ortiqcha narsa kirgizib o'tirmadim. Boshlarda ortib o'tirmaslik uchun bo'ldi. Maqsad endi keyingisi bizda umumiy bitta bo'lishi uchun index.js ochamiz. Nima xohlasangiz boshqa nom bilan chiz bo'ladi. Va biz ketdik. Const deymiz. Biz birinchi userni chaqirib olamiz. Then require user moduli va undan keyingi qatlamda bo'lsa postni chaqirib olamiz. Endi undan keyin ularni bir-biriga, ya'ni bog'lash maqsadida, ya'ni user aytaman nuqta has many bor. Buni ham tushuntiraman nima. Ya'ni bu postni, bitta shu postlarni bog'lash uchun. E'tibor bering, postning biz nima dedik? User ID dedik. O'shanisiga bog'lash uchun va qo'shimcha sifatida asli ham kirgizib ketamiz va u postga to'g'ri bo'lishi uchun. Endi bu user nima bo'lyapti? Hozirda userda mana bu joy tushuntirib qo'ygan 7-darsda e'tibor bering, tushunchalarni mana. Has many nima qiladi? User ko'p postga ega bo'ladi. Ya'ni bitta user ko'proq postga ega bo'ladi. Endi uni keyingisini ishlatamiz, ya'ni belongs to bor. Bu har bitta post bitta userga tegishligini bildiramiz. Tushuntira olaman? Ya'ni bitta odam millionlagan produktni boshqarishi mumkin. Ya'ni bitta odamning mingta produkti bo'lishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Xo'p, shuni qilib olamiz. Indeksda bularni bog'laymiz. Keyingisi post aytamiz. Post mana xuddi shu before true quiz va as holatida esa bu userga teng bo'lyapti. Endi bizda users edi. E'tibor bering, chunki biz Postgres'da ochgan paytimizda users ochilgan. Nomlarga juda ham qattiq ahamiyat qaratinglar. Bo'ldi va ularda modul.export ikkovini jo'natib yuboramiz. Endi indeksga o'tib ishda boshlaymiz. Const jingle qaus ustida user va postni chaqirib olamiz
va mana shu yerda ishimizni boshlasak bo'ladi. Ya'ni nima qilamiz? Biz SQLize'dan chaqirib olganmiz, userni chaqirib olganmiz, async try orqali chaqirib oldik va mana shu yerga hozir bir marta true berib turib, polni bazani nima qilamiz? Tozalab tashlaymiz. Bir marta tozalab tashlaymiz. Bo'ldi, уже baza tozalanadi hozir. Endi biz buni false qilib qo'yib turamiz, bo'ldi. Ko'ramiz, bitta yangi deymiz. Mana bo'ldi, qolmadi hech kim. Bo'ldi, tayyor. Endi nima qilamiz? Birinchi navbatda уже try catchlarni ishlatib oldik. Bular bo'ldi. Mana shu joygacha уже biz yangi kod yozishni boshlashimiz kerak. Userni yaratishni shu yerdan boshlab qo'yamiz. Ya'ni birinchi userni paydo qilib olamiz. Ya'ni user yaratish deymiz, ketdik. Const xuddi shu user teng qilamiz await. Nima uchun user deb ochganini ham tushuntiraman. User katta userni nuqta create qilgan mana shu holatda, ya'ni unga aytamiz username holat va email shuni bo'lsin. Parol shart emas, biz hozircha parol yozmayapmiz. Parolga ham keyin o'tishimiz ham mumkin. U faqat loyiha qanchalik murakkablashtirganimiz sari o'zimizni qiynab xuddi shu bo'ladi. Endi userdagi o'zgaruvchiga olishimiz sababi buni ID'sini olib olish uchun post yaratamiz. Post yaratishda ham xuddi shu, ya'ni const xuddi shu, mana e'tibor bering, title va postning userning ID'sini berib yuboryapmiz. Bu yerga esa integer qo'yganmiz. Shuni ham inobatga olasizlar, string emas. Sababi u ikkovi bir-biriga to'g'ri kelishlari uchun, ya'ni tekshirayotgan paytimizda feedback kelib chiqmasligi uchun. Endi post deyapmiz, ya'ni post yaratdik, post title va bunga 1 deymiz, sababi adashmovchilik bo'lmasligi uchun. Yana ikkita yaratmoqchiman hozir bundan, yana bitta. To'xtang, bu yerda hozir post kerak emas, o'zi aslida bunisi kerak emas, shunchaki await qilib ketaveramiz. Ikkita qilib olamiz avtomatik. Keyinchalik buni xudo xolasa optimalroq ko'rinishda ham inshaalloh qilamiz. Body post va id to'g'ri, mana bitta userdan ikkita naqa yaratildi. Endi bo'ldi, shuni bitta start qilib ko'raylik. Mana уже bo'ldi, bizda xatolik ham kelib chiqdi. Biz xatolik yuz berdi, validation error equalize deyishdi, ya'ni validation error, validation is applies. Ya'ni bu yerda raqam kirgizib qo'yganimiz uchun aytyapti, bu raqam kirgizish mumkin emas dedik. Bo'ldi, mana ishladi. O'sha tayyor. O'tib ko'radigan bo'lsak ham bizda xuddi shu holat bor. Ya'ni tabelani bitta refresh qilsak, mana post ochildi, e'tibor bering, mana kolumnisi ham tayyor. Xuddi shu biz aytgandek. Userda ham xuddi shu ma'lumotlar tayyor. Ikkita ma'lumotlar bir xil chiqdi, shu bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, shu qilib oldik. Postga ham kiradigan bo'lsak, ya'ni biz ham misol postni ochib turib ko'radigan bo'lsak ham bizga mana ikkita post bor, title bor va id'si 1. Ya'ni birinchi odamdan kelayotganini aytyapmiz. Bu yerda juda kattalik id'lar rol o'ynaydi, buni bilasizlar mendan ham yaxshi. Endi keyingi qadam include bilan ya'ni ma'lumotlarni olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimiz ko'rib olishimiz uchun include orqali userni postlarini olish desak bo'laveradi. Endi bu yerda nimadan boshlaymiz? Biz const deymiz, misol uchun users teng qilamiz, await bo'lsin, mayli await form all qilamiz, ya'ni hamma awaitdan olamiz va endi includes beramiz. Includes tekshirish uchun. Nima qilamiz? Tekshirib qabul qilib olish uchun va qaysi modelni olamiz. Ya'ni bunga aniqni aytgan, nima olmoqchi? Model nima? Post modelda. Xo'p, okey. Nimasini? Postlarni olmoqchiman. Bo'ldi. Ya'ni userning ichidagi model post va shuni olib oladi. Oddiy qilib qildi. Imkon qadar tushunarli qilishga harakat qilyapman. Tushunmasanglar bilmadim, endi qayta ko'rasizlar. Endi o'tirib olib bir zerikkan paytlarda user nuqta for each qilgan, o'sha yerdan userlarni olgan, console logga chiqargan, misol aytishimiz mumkin. Keyin men bitta naqa bor edi hozir. Anaqa emoji topib oldim. Mana bunday holatda bo'lsin. Bunday qilib turib, mana bunday qilaylik, shu emoji chiqsin, ya'ni userda ko'rsatsin. Ya'ni qaysi userda nechta posti borligini user nuqta userning name bo'la qolsin. Mana ko'rdinglar-a? Xuddi shu holat.
user name chiqadi. Endi buni biz tak info qila olaylik. Informatsiya beryapti xolos u, ya'ni console log, bunga ham log deymiz baribir, bunga ham info ko'rsatamiz. Va bu yerda esa o'sha odamni postlari chiqyapti. Mana shu userning postlarida. Xo'p, bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Yana nima qilsak bo'ladi? To'g'ri, hozir bizda postlar bunday holatda chiqmaydi. Bizda bu bunaqa holatda bo'ladi, ya'ni obyekt bo'ladi. Mana buni tushuntiray tekstda. Mana bunday holatda bo'ladi. Bitta obyekt bo'ladi. Misol uchun user name bo'ladi. Misol uchun user name bo'lsin Xolid va undan keyin posts bo'ladi. Posts bo'ladi va postsning ichida ham postni array shaklida bo'ladi va uning ichida ketdi. Misol uchun title bo'ladi. Ya'ni bunday holatda bo'lishi mumkin. Post chiziqcha 1 if xavqa post 2 shunaqa ketadi. Tushundinglar, ya'ni tushuntira oldim degan umiddaman. Title holatida bu esa xuddi shu, ya'ni post 2 ketadi. Ketma ketida tushib ketaveradi. Mana shu holatda bizga beradi hozir. Va endi biz buni prosta tak chiqarib qo'ya olmaymiz. Shuning uchun buni ham nima qilamiz? Ya'ni aytamiz, user ichidagi bizga nimani for each qilsin? Postsni for each qilgin va postni olgin. Console post faqat title'ni chiqaring, description chatmas. Endi xuddi shu narsani proyektda foydalansak ham bo'ladi. Buni keyinchalik Xudo xolasa API'lar orqali o'tkazib, takoy qilib, dahshat qilib tuzamiz. Xo'p, mana shu holatda. Clear qilaman. Buni bunday qilib turib bu yoqqa olib o'tsam bo'lar ekan. Mana write qilib oldim. Mana bunday qilib ko'rsataman. Buni yaqinlashtiradigan bo'lsam, mana imkon qadar yaqinlashtirdimda ko'raman. Chiqib xatolik chiqsa, bum, opa. Mana bizda xatolik 1 keldi. Xolid 27 database gunan database xatolik yuz berdi. Acquired user computer equalize not modulus equalize live description PostgreSQL equalize not modulus libraries equalized. Xo'p, xullas juda ko'p narsa aytyapti va bu xatolikni topishimiz kerak bo'ladi. Nima xatolik bo'lishi mumkin bu? No, ko'ramizda nima xato bo'lib chiqishini ko'rishimiz kerak baribir. Xo'p, birinchi navbatda kodlar tekshirib chiqaylikchi. Keyin xafa qilding seni bu yoqqa qolganimdan keyin borib yo'qolib joyingga. Nima xato chiqqan bo'lishi mumkin? Men nimadadir xatolik qilganmikinman? Qani ko'ramiz. Yo'q, sequelize out qildim, konsolda taqildim. Xatolikni nima sabab bo'lgan? Email must be Unicode bo'lib Unicode devordi, bu nimagadir takrorlanib qoldimikan? Bizani bunaqamiz takrorlanib qolgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bitta ko'rsak, mana Xolid bo'ldi, 27 bo'ldi. Bo'ldi, to'g'ri-ku. Nima xato bo'lishi mumkin? To'xtang, topdim. Men topdim. Bizning katta qilayotgan xatoyimiz men topdim. Ya'ni biz ishlatayotgan paytda xatolik chiqqanining eng katta sababi mana bu kodimiz bor, biz yozgan. Post yozdik, to'g'rimi? Bo'ldi. Post qabul qiladi. Okay. Buni olib turib, bunday qilsak bo'ladi. Include orqali chiqarib olish uchun mana bu funksiya уже bo'ldi, bizga keragi qolmadi. Chunki bu post yaratib olgandan keyin hozir bu yana bir marta qilyapti-da. O'shani hisobiga bizga xatolik chiqaryapti. Ya'ni aytib o'tganimdek, bir marta уже yaratilindi. Men tushuntiraman hozir. Biz birinchi yaratdik, men user yaratdik va ishlatayotgan payt u yana boshdan o'qib keladi. 27 bor deydi, menga aytadi bu xato deydi. Nu biza buni try, ya'ni misol qilsak bo'ladi, hozir yana misol uchun aytishingiz mumkin, ishlatsak bo'laveradi. Men ishlatsak bo'laveradi. Men misol buni ko'rsatib o'tib ketay. Qanday ishlatishdi?
ishlatayotgan paytingizda mana shu kodni qanday ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerga qaytadan tashlaymanda, qarab turing. Ya'ni mana bu idni siz 28 qilib qo'ysangiz, ya'ni u bizada aytyaptiki, takrorlanmas id berilishi, anaqa email berilishi kerak. O'shani hisobiga va run start qilsak, oppa mana chiqdi. Endi ko'rdinglar? Ya'ni aytyapti, xoli dev bor, ya'ni xoli dev bor va uni ikkita posti bor. Xuddi shu narsani chiqaryapti. Ya'ni men qilmoqchi bo'lgan ishim bo'lsa, ya'ni har safar create qilmaydi, bittada qilib turib, bundan oldin qildik, ya'ni funksiya sifatida qilyapti, o'shani chiqarib qo'ymoqchi edim. Tushuntiryaptimi? Ya'ni mana shuni men prosta chiqarib qo'ymoqchi edim. Buni chiqarib qo'yish ham oson, buni bilasizlar, mendan ham yaxshi bilib oldinglar ham. Hozir buni yana bitta qilsak, yana xatolik berib yuboradi. Qanday qilamiz? Hop, qavs async await orqali mana shu holatda ishlaydi va xatoliklarni tutib olish uchun try catchdan foydalanamiz. Catch holatida esa bizga error beramiz va errorda esa CLG'da, ya'ni qanaqadir xatolik kelib chiqdi degan maqsadda qo'yamiz va mana bu yerga buni qo'ysak bo'ladi. Endi nima bo'ladi? Const userdan oladi va userni metdan field qilib chiqaradi. Bo'ldi, все, o'sha clear. Buni yana o'ng tomonga o'tkazsam problema kelib chiqsa, voh, yomon bo'lardi lekin. Bom, apa, mana ko'rdinglar, xuddi shu ish. Ya'ni обязательно har safar birorta user create qilishimiz shart emas. Endi bu bo'ldi. Ya'ni bitta postni ikkita, ya'ni bitta odamga ikkita post, bitta odam o'zi ikkita post yozdi. Agar yana bironta post yozadigan bo'lsa, buni ham bir naqa qilishimiz mumkin, ya'ni boshqa email kirgizib yoki boshqa qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bir qo'shimchalar kirgizib ketishimiz mumkin bo'ladi asosan. Darsimiz shu yerda tugaydi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, chunki siz har bitta obunangiz biz 1000 ta odamga erishishimizga podдержкаchi bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.